Dunyo iqtisodiyotida katta portlash. AQSh va Yevropa o'rtasidagi savdo aloqalarida tinchlik davri tugadi. Yangi bojlar urushi rasman boshlanmoqda. Prezident Donald Tramp kutilmaganda Yevropadan import qilinadigan avtomobillar va yuqori texnologiyali mahsulotlar uchun bojlarni 25% gacha oshirishni e'lon qildi. Bu o'tgan yilgi barcha kelishuvlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Washington buni milliy manfaatlarni himoya qilish deb atamoqda. Bryussel esa jim turgani yo'q. Yevropa komissiyasi javob choralarini tayyorlamoqda. Endilikda Amerikaning mashhur brendlari Apple'dan tortib Tesla va qishloq xo'jaligi mahsulotlarigacha Yevropa bozorida keskin qimmatlashishi kutilyapti. Bu shunchaki siyosat emas, bu global narx-navo ko'tarilishi va ta'minot zanjirlaridagi yangi inqiroz demakdir. Iqtisodchilar buni so'nggi 10 yillikdagi eng yirik iqtisodiy sovuq urush deb atashmoqda. Xo'sh, bu qarama-qarshilikda kim g'alaba qozonadi? Washingtonmi yoki Bryussel? Fikringizni izohlarda qoldiring.